Andijonda haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lishni xohlayotganlar uchun zo'r yangiligimiz bor. Andijon shahrining qoq markazida amaliy imtihonlar, ya'ni avtomobil boshqarishni o'rganish uchun zo'r sharoit va zo'r mutaxassislarga ega avtodrom ish boshladi. Biz Andijon shahrida ish boshlagan Lider avtomaktabga qarashlik zamonaviy avtodromdamiz. Avtodrom barcha qulayliklarga, sharoitlarga ega. Ushbu avtodromda amaliy imtihon topshirish uchun barcha sharoitlar ega. Ushbu avtodromimiz qoshida o'quv ham bor. Bu yerda nazariy imtihonlarga tayyorlash uchun har qanday sharoitlar mavjud. Shuni alohida ta'kidlab o'tishim kerakki, bizning avtomaktabimizda o'qish uchun kelganlarni nazariy va amaliy imtihonlarga 12 kun muddat ichida tezkor tayyorlaymiz. Andijonliklar diqqatiga, Andijon shahrida Lider avtomaktabiga qarashlik zamonaviy avtodrom o'z faoliyatini boshladi. Bu yerda siz barcha zamonaviy avtomobillar, zamonaviy texnikalar bilan jihozlangan, barcha sharoitlarga qulay va yetarli darajada ham imkoniyatiga ega avtodromimizda bemalol kelib foydalanishingiz mumkin. Ushbu avtodromimizda barcha imtihon talablariga mos mashqlarimiz, avtomobillarimiz hammasi zamonaviy tarzda tashkil etilgan. Asosiysi eng o'z kasbining ustalari, mutaxassislar, professional ustozlar tomonidan mashqlar olib boriladi. Ayol va qizlarimiz uchun qulaylik, ularga ko'p yillik tajribaga ega bo'lgan ayol instruktorlarimiz mashg'ulotlar olib boradi. Barchangizni ushbu avtodromda kutib qolamiz. Biz sizlarga xizmat ko'rsatishdan mamnunmiz. Bog'lanish uchun telefon raqami 99 kodi bilan 273 01 01